avval ham ul janoblar bir-birlariga yaqin edilar. Hiro g'orida Rasululloh hazratlariga vahiy nozil bo'lib, Jabroil alayhisalom siz Robbil alamin tomonidan yuborilgan payg'ambarsiz deb xabar bergan zahotlariyoq tezdan Hadicha onaning oldilariga kelganlar va mazkur xabarni aytganlar. Hadicha onamiz o'sha ondayoq hech bir ikkilanmay iymon keltirganlar. Qalblariga qo'rquv ketar ketmas Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hovlilaridan chiqib Baytullohni tavof qilgani borayotganlarida yo'lda Abu Bakrni uchratadilar. Rasululloh hazratlari Abu Bakr roziyallohu anhu ga islomni arz etganlar. Hazrat ham xuddi Hadicha onamiz kabi hech bir ikkilanmay darhol tasdiqlab qabul qilganlar. Bu to'g'rida so'ralgan paytida men Muhammadni aslo yolg'on gapirganligini bilgan emasman. U janob yuksak omonatdorliklari, husn xulqlari sababidan payg'ambarlikka loyiq zotlar deb javob bergandilar. Shu tufayli payg'ambar alayhisalom u janob haqlarida shunday degandilar: men kimni islomga da'vat etsam, biroz to'xtalar, taraddudga tushar edi. Abu Bakr esa men arz etgan chog'imdayoq hech qanday taraddudsiz darhol qabul qilgandir. Abu Bakr Siddiq payg'ambar alayhisalom bilan islomni e'lon qilgan kunlaridan boshlab doimo birga ham suhbat bo'lganlar. U janob Qurayshlardan va boshqa nodonlardan juda ko'p izo jafo chekkanlar. Boyliklari ham, nasablari ham, xalq orasida tutgan o'rinlari, e'tiborlari ham, xushxulqlari ham Qurayshlarning izosidan qaytara olmagan. Islom diniga birinchilardan musharraf bo'lganliklari, payg'ambarning eng yaqin hamkorlaridan bo'lganlari sababli Qurayshliklar u janobga har turli azoblar, jafolar yetkazganlar. U janobning payg'ambar alayhisalomning juda ko'p o'rinlarda mushriklardan mudofaa qilganliklari tarix kitoblarida bitilgandir. U janob payg'ambar alayhisalomni himoya qilish yo'lida mushriklar izosidan zarracha qo'rqmay, jafolarni pisand etmay, jon fidoliklar etganlar. Sirat kitoblarida bu haqda quyidagicha hikoya qilinadi. Quraysh mushriklari Baytul Haramdagi Ismoil hujralariga to'planishib, o'zaro suhbat qurganlar. Gaplari asosan mana shu xususda bo'lgan. Biz hanuzgacha bu kishi kabi o'zidan juda katta ketgan odamni ko'rgan emasdik. Mana bu odamning o'z qavmiga yangiliklar kiritgani kabi biron kishining yangiliklar kiritib fitna qo'zg'aganini ham bilmaymiz. Endi u dinimizni ayblamoqda, aqlimizni kamsitmoqda, olihalarimizni esa obro'sizlantirmoqda. Boshimiz qotib, nima qilishni ham bilmay qoldik. Mushriklar shunday deb turgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bexosdan kirib kelib, rukun oldiga yetib qoladilar. Ularning yonlaridan o'tayotganlarida ular ahmoqona so'zlar aytib, payg'ambar alayhisalomni masxaralashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavof qilib bo'lgach, yana ularning oldilaridan o'tadilar. Mushriklar beandisha gaplarni yana takror aytishadi. Shunda Rasululloh alayhissalom ularga qarab: "Ey Quraysh jamoalari, men sizlarga qurbonlik keltirdim" deydilar. Odamlar biror narsa deb javob berishga yarolmay jim bo'lib qolishdi. Keyin tarqalib ketishadi. Ertasiga yana to'planishib kechagi bo'lib o'tgan gaplarni eslashadi. Shunda bittasi o'rnidan turib ularga: "Ey Qurayshlar, kecha uni yo'qligida rosa chaynadinglar. Oldingizga kelgan desa lom-lim deya olmay qoldilaring-ku" dedi. Ular suhbatlashib turgan onlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Baytul Haramga adil qadamlar bilan kirib keladilar. Shunda ular janobi sarvari olamga har tomondan itday tashlanib, "Sen mahalimizga falon gapni aytgan" deb so'roqqa tutadilar. Sarvari koinot dadil ha deb javob berganlardan so'ng oralaridan bittasi belbog'ini yechib, Rasulullohning muborak bo'yinlariga solib bo'g'moqqa boshlaydi. Bu holni ko'rgan Abu Bakr ularning oldiga tezlik bilan yetib keladilar. Ularga qarab: "Qanday badbaxt kishisizlar! Axir Rabbim yagona Alloh degan kimsani bekorga o'ldirmoqchimisizlar?" deydilar. Ular endi Abu Bakrga tashlanib uzun soqollaridan tortqilab urmoqqa boshlaydilar. Ular hech ayamay rosa do'pposlab urib azob berishadi. U janob uylariga boshlari yorilgan holda og'riq zo'ridan aziyat chekib, arang yetib keladilar u hushlaridan ketib qoladilar. Ancha vaqt behush bo'lib yotadilar. Hushlariga kelgach birinchi savollari Rasulullohning ahvollari qanday deb so'rashlik bo'ladi. Yaxshi deyishlariga ham qanoat qilmay, ko'ngillari xotirjam bo'lmay, onalariga va yana bir qo'shnilariga suyanib, payg'ambar alayhisalomning hovlilariga yo'l oladilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nodonlar qo'lidan eson-omon qutulganlarini ko'rib, xursandliklaridan o'zlarini tutib tura olmay, payg'ambar alayhisalom hazratlarini quchoqlab oladilar. Ha, islom yuksalishi yo'lida mana shunday jon fidoliklar ko'rgizishgan ular. Alloh yo'lida jonlari o'zlariga hech qanday qiymatsiz tuyulgan. Ular jonlarini aziz bilib, uzoq tinch yashab yuraylik deb quyon yuraylik qilishmay, bizning hayotimizdan ko'ra Alloh kalimasining yer yuzida o'rnashib oliy bo'lishligi qiymatliroq, muhimroqdir deb bilishgandi. Zero ular insoniyatni jon dillaridan sevadigan, unga yaxshilikni xolis dil bilan istaydigan yuksak ong egalari, ko'zi ochiq kimsa edilar. Shuning uchun narsalar qiymatini baholashda xatoga hech yo'l qo'yishmagandi. Harakatlari zoyi ketmagandi. Nomlari abadiyat taxtasida hurmat ikrom martabasiga yozilib qoldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zlarining sodiqlaridan, sevikli habiblaridan bir nafas ham ajralmay, uzoqlashmay, doimo birga bo'lishga harakat etardilar. Faqat bir narsa, oldi sotdi qilgani biror yoqqa borganlaridagina biroz fursat ajralishga majbur bo'lardilar. Ishlarini bitkazgach, tezdan yana do'stlarining yonlariga qaytib kelardilar. O'zlarida bo'lgan bor narsalarni xoh arzon, xoh qimmat bo'lsin, din g'alabasi yo'liga ayamay sarf etardilar. Bir kuni Ubay ibn Halaf ismli kofirlar sardori Bilal ibn Ravoh degan habash qulni islom dinidan qaytarish uchun azoblayotganini, qumloq sahroga olib chiqib, qaynoq qumlarga yotqizib, ustlariga og'ir toshlarni bostirib qiynayotganini ko'rdilar. Berilayotgan azob qulning faqat iymonini ziyoda qilardi xolos. Shunchalik qiynoq va azoblar chekib turgan paytida ham og'zidan yagona ahad degan so'z chiqardi xolos. Abu Bakr Ubaydan Bilal ibn Ravoh roziyallohu anhu ni katta pul barobariga sotib oladilar. Keyin esa Alloh uchun va Robbil alamin hidoyat qilib yo'llagan islom muhabbati uchun uni ozod qilib yuboradilar. Umar ibn Hattobning Zamir Rumiya ismli cho'rilari bo'lar edi. U ayol Umardan avvalroq islom diniga musharraf bo'lgandi. Hazrati Umar uni qattiq qiynab, juda ko'p marotaba urganlari natijasida cho'rining ko'zlari ko'r bo'lib qolgandi. Ammo shu holatida ham Robbil alamin ko'rsatgan yo'lidan chetga toymagandi. Ko'zidan ajralsa-da iymonidan ayrilmagandi. Abu Bakr bu cho'rni sotib oladilar. Keyin esa Allohning rizoligi yo'lida ozod etib yuboradilar. Cho'rining ko'zlari ojiz bo'lib qolgan paytda Qurayshlar mana bu mochag'ar Lot va Manotning qarg'ishiga qoldi deb gap so'z yuritgandilar. Ularga qarab baxtli ayol shunday degandi: "Bu gaplaringiz behuda. Lot va Manot hech narsani bilmaydi va hech narsa qila olmaydi ham. Mening mehribon Rabbim esa hamma narsaga, hatto mening ko'zimni qayta ochib qo'yishga ham qodirdir." Allohu akbar. Ertasiga tong otganda Allohning marhamati tufayli ayolning ko'zi qayta ochilib, yorug' dunyoni yana ko'rishga muyassar bo'lgandi. Qurayshlar buni ko'rib, bu Muhammad ibn Abdullohning sehridan bo'lgan ish degandilar. Qurayshlar yolg'on aytgandilar, buyuk Alloh esa rost aytgandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu faqat mana shu ikkovlarinigina ozod etib qolmagandilar, balki Omir ibn Fuhayrni, Ummu Unaysni va Abr ibn Juminaning joriyasi bo'lgan ikki qizni ham, bulardan boshqa yana qancha kishilarni ozod etgandilar. Shunchalik ko'p mollarini Alloh yo'lida sarflaganliklari sababidan hatto Alloh taolo u janob haqlarida oyat nozil qilgandi. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Mazmuni kimki bersa va taqvo qilsa, islomni tasdiq etsa bas, biz uni osonlikka yo'llab qo'yamiz. U janob mana shu martabaga loyiq bo'lganlar. Islomga dohil bo'lgan vaqtlarida boyliklarining qiymati 40 ming dirhamga yetgandi. Mana shu ulkan boylikdan Madinaga hijrat etayotgan paytlarida faqatgina 5 ming dirham qolgandi xolos. Boshqasini Alloh dinining g'alabasi yo'lida sarf etib yuborgandilar. Robbilariga yo'liqqan onlarda esa yonlarida hech qanday boyliklari ham qolmagandi. Abu Bakr Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan doimo birga turdilar. Habash viloyatiga ko'chib boruvchilar ichida bormadilar. Bechora hol musulmonlar Makka mushriklarining izosi nihoyatda qattiq tus olgan paytda Habashga ko'chib ketishganda ham Abu Bakr Makkada qoldilar. Dastlab ko'chib ketmoqchi ham bo'lgandilar, biroq yo'ldan tez qaytib kelib,
Makkada o'zlarini butunlay islom yo'liga baxsh etdilar. Kishilarni islom yo'liga va diniga hormay tolmay chaqirdilar. Mehnatlari evazi o'laroq Makka atroflaridan bir necha guruh Abu Bakr qo'llarida islomga musharraf bo'ldilar.